Texnoblogerlar, sizlarda nahotki zarracha bo'lsa ham insof, vijdon degan narsa qolmadi. Qaysi yuz bilan odamlarni aldayapsizlar? Nahotki shu telefonda maqtashga arziydi deb o'ylaysizlar? Mana men bugun shu telefonni sizlarga qisqacha qilib obzor qilib beraman. Haqiqatlar ochiladi. Chunki Mix Mobile faqat haqiqatlarni gapiradi. Sizlar bo'lsa ozgina uyalinglar. Pul uchun xalqni aldashdan foyda yo'q. Akalar, Samsung oxirgi payt faqat odamlarning ustidan kulib o'ynayapti. Bunga misol Samsung A56 telefonini hech qayerdan o'zgartirmasdan A57 deb turib bozorga kirgizib yubordi, lekin narxlarini 6 kallasidan ham oshirib yubordi. Lekin odamlar bu telefonda qanaqadir o'zgarish bordir deb turib, qadagi 10 yo blogerlarning gapiga ishonib, ushbu telefonni sotib olyapti. Yo odamlar, bu telefon sotib olishga umuman arzimaydi. Bular shunchaki xalq ustidan kuliblar qo'yishyapti. Chunki Samsung A56 bilan A57 ni 99% joyi bir xil. Kameralari, batareykasi, displey, yangilanish tezligi, xullas kalom, zaryad qabul qiladigan vattlarigacha bir xil. Prosta tak. Hattoki dizaynining ustida ham ishlashmagan. Bu harflar baribir sotib olaveradi deb turib, biz ustimizdan shunchaki kulib qo'yishibdi. Yagona o'zgarish bo'lsa akalar, telefonning protsessorida A56 ni eski versiyasida 1580 Exynos bo'lsa, A56 ni A57 deb chiqarib qo'ygan modelida bo'lsa, Exynos 1680. Bo'ldi, boshqa farqi yo'q. Yana bir yagona farqi narxida. Samsung A56 ning narxi $335 bo'lsa, A57 niki $435 bilan boshlanyapti. Eng qizig'i, xotiralar ham 128 dan boshlanyapti. Hattoki Redmi da $150 telefonlar ham уже 256 talik bo'lib chiqyapti. Akalar, bu musirni Mix Mobile umuman xalq uchun tavsiya qilmaydi. Chunki buni narxida bundan ancha kuchli bo'lgan flagman telefonlar bor. A57 ni sotib olib yeb qo'ymanglar.